Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, benamozga qarz berish evaziga namoz o'qishini talab qilsam riboga kirib qolmaydimi? Yo'q, riboga kirmaydi, balki yaxshilik qilgan bo'lasiz. Faqat uni quruq o'sha qarz evaziga namoz o'qittirganingizdan ko'ra, unga o'shani ixlos bilan qilishini o'rgating. Ya'ni masalan, "Ha, men senga qarz beraman, lekin men bugun beraman, ertaga boshqa beradi, indinga boshqa beradi. Sen qachongacha bunaqa qilib yurasan? Sen Allohni tani, Allohdan so'ra. Allohdan so'rasang Alloh beradi. Namoz o'qisang Alloh holatingni isloh qiladi. Alloh oyatda aytgan, kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga hamma muammodan chiqim beradi. O'ylamagan tomondan rizq beradi degan. Deb mana shunaqa qilib tushuntirsangiz, quruq o'sha pul uchun namoz o'qiganidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Lekin endi boshlanishda shunaqa qilib boshlattirib olsam bo'ladimi demoqchi bo'lsangiz, bo'ladi. Bunga misol dalil mana Ummu Sulaym radhiyallohu anha unga Abu Talha sovchi qo'ygan paytda sendek odam rad qilinmaydi, lekin sen kofirsan, islomga kirsang senga tegaman degan. Shuni shart qilib qo'ygan. Keyin islomga kirgan, shu bilan islom go'zal bo'lib ketgan keyinchalik. Boshlanishi nima bilan bo'lsa ham oxiri yaxshi bo'ldi. Shunga o'xshash mana Nabiy sallallohu alayhi vasallam kofirlarga muallafatul qulub deylardi. Ularni islomga targ'ib qilib katta-katta mollarni berib yuboradilar, yuztalab tuyalarni. Shuning uchun hatto zakotdan bir ulush shunaqangi qalbini islomga ulfatlashtirilish uchun bir toifalarga ajratilgan. Val muallafati qulubuhum degan Alloh Qur'onda qalblari ulfatlantiriladigan kishilar deb nomlagan. Shularga hatto zakot berish mumkin degan. Siz ham mana shunaqa e'tibordan uni o'sha qalbini ulfatlashtirish uchun shunaqa qilib bersangiz bo'ladi. Mana Yusuf alayhisalom qamoqda turgan hollarida o'sha sheriklarini tushlarini so'rashgan paytda, "Xo'p, hozir tushlarni ta'bir qilib beraman, lekin mana buni eshitinglar avval" deb birinchi ularga tavhidni tushuntirganlar. Shu surasini tafsirida aytdik-ku, bu o'sha fursatdan foydalanish deyiladi. Bir odam shunaqangi sizga muhtoj bo'lib turibdimi, o'zingiz uchun emas, fursatdan foydalanib unga o'shanda Allohni taniting, uni o'zini oxirati uchun foyda bu. Bu hech qanaqa ribo emas. Allohu a'lam.